Hammaga salom do'stlar, Easy Money onlayn kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan biz Telegramda sarmoyasiz pul ishlab boramiz. Do'stlar, mana shu bot havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol o'tib olib, sarmoyasiz tarzda pul ishlab borsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana kirib olamiz. Kirib olgan paytimiz qarang, bizda o'zi avtomatik ton mining qilib boshladi. Mana ko'rishingiz mumkin emas. Siz ham mana shu botga misol uchun kirib olib, shuni kirsangiz ham mana qarang. O'zi mana avtomatik ton mining qilyapti. Biz bu tonlarni misol uchun olish degan tugmani ustiga bir marta bosib, misol uchun tonlardan mining tarzida olsak bo'ladi ekan. Keyin do'stlar, bu yerda mana biz do'stlarimizda qarang, keyin bu yerda miningli misol uchun apparatlar ham bor ekan. Buni ham misol uchun xohlasangiz sotib olsangiz bo'ladi. Agar bu yerda mana bu ikkinchi qatordagi misol uchun mining apparatlar 1 ton ekan narxi, ikkinchi qatordagi 5 ton va uchinchi qatordagi 10 ton turadi ekan narxi do'stlar. Do'stlar, keyin bu yerda mana biz sarmoyasi tarzida pul ishlab borishimiz uchun bizga bu yerda mana turli xil ijtimoiy tarmoqlar bergan. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarga Telegram kanal, misol uchun Instagram, YouTube va turli xil misol uchun kanallarga obuna bo'ladigan bo'lsak, mana bizga ton beriladi ekan. Keyin bu yerda mana hamkorlarni ko'rsak bo'ladi. Mana hamkorlari turli xil misol uchun blokchaynlar bor ekan. Mana Near blokcheyni va turli xil blokchaynlar bor ekan. Mana KuCoin ya'ni birjasi bor ekan. Xuddi shunaqa tarzda ko'rsa bo'ladi. Mana do'stlaringizni ham taklif qilib borib ishlab borsangiz bo'ladi ekan. Qarang, bu yerda mana 20 ta do'stingizni taklif qiladigan bo'lsangiz 1 ton beriladi deyapti. Bu misol uchun Go degan tugmani bosib, do'stlar, bu yerda Go degan tugmani bosib, do'stlaringizni taklif qilib olsangiz ham bo'ladi ekan. Do'stlaringiz ham taklif qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana yuqoriga kirib olamiz. Mana biz referral havolamizni mana shu tugmani ustiga bir marta bosib, misol uchun nusxalab olsak bo'ladi. Bu yerda misol uchun qarang, mana bu ko'ramiz. Qarang, mining apparatlari bilan tanishtirib o'taman. Misol uchun mana birinchi mining apparatining narxi aytib o'tyaptiki 1 ton narxi. Bu 30 kun davomida misol uchun ishlab beradi deyapti. Kunlik daromad 4,9 ton ishlab beradi deyapti. Ya'ni bu degani kunlik daromad shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi buni misol uchun sinab ko'rish kerak. Endi bu sotib olaman desangiz, qarang, qanday sotib olsa bo'ladi? Mana bu hamyonni qo'shasiz. Bu yerda mana hamyon manzilni o'rnating degan tugma bor. Mana shu hamyon manzilni o'rnating degan tugmani bosib, hozir biz o'zimizni hamyonimizda qo'shib olamiz. Do'stlar, bu yerda mana Telegram tanlab qoldirasiz va Telegramdan hamyoningizni qo'shasiz. Bu yerda mana hamyon ulash degan bor. Ulash degan tugmani bosib qo'shib olamiz. Do'stlar, mana bizning hamyonimiz ham qo'shildi. Endi hozir mana yana kirib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, hamyonimni qo'shib oldim. Sizlar ham xuddi shunaqa tarzda qo'shib olsangiz bo'ladi. Keyin qarang, mana bu joyda mana miningda yig'ilgan misol uchun tonlarni mana olish degan tugmani bosasizlar va hisoblaringizga yozasiz. Mana qarang, hisobimizga qaraydigan bo'lsangiz, mana hisobimizga ton qo'shildi. Sizlar ham xuddi shunaqa tarzda misol uchun ton olsangiz bo'ladi. Ya'ni ikkinchi apparatni ko'ramiz. Qarang, bu 5 ton deyapti, kunlik daromad, ya'ni 10,7 ton. Ya'ni 2 barobar ko'proq deyapti. Lekin buni sinab ko'rish kerak. Mana bu minimalniy 1 tonda olib sinab ko'rish kerak. Agar haqiqatdan ham misol uchun pul to'laydigan bo'lsa, buni misol uchun ko'rsa bo'ladi. Ya'ni mana 5 tonlik olsa bo'ladi. Qarang, keyin bu yerda pul yechib olish bo'limini ham ko'rsataman. Mana naqd olish degan tugma bor, bosamiz. Do'stlar, hammasini bosamiz va qarang, yuborishni bosamiz. Qarang, bu yerda hozir bizda yetarli miqdor emas deyapti. Qarang, sal kamroq yozib ko'raylik menimcha. Tarmoq to'lovi 0,03 ton ekan. Endi shunaqa hisobiga 0,3 yuboradigan bo'lsak, minimalniy pul olish qarang 0,6 ekan. Hozir biz misol uchun hisobimizdagi hamma pulni yozadigan bo'lsak, 0,3 ton komissiya bor ekan. Umumiy hisobda hozir biz pul ola olmaymiz ekan. Ya'ni 0,09 bo'lgan paytda misol uchun hisobimizdagi pullarni chiqarib olsak bo'ladi ekan. Shunaqa tarzda ko'rib chiqasizlar. Hammaga omad.